Bachadon naylarida suv yig'ilgan gidrosalpinks bo'lsa, olib tashlashdan boshqa yo'l yo'qmi? Operatsiya qilib, trubada o'tkazuvchanlikni tiklasa ham homilador bo'lish qiyin ekan. Bitta doktor shunaqa dedi. Siz nima deysiz? Nima maslahat berasiz, Zayniddin aka? Bachadon naylari o'zi ichi shilliq qavatdan iborat bo'lgan nay hisoblanadi. Uni asosiy vazifasi matkadan keladigan, ya'ni bachadondan keladigan spermani tuxum hujayra yetiladida turbaga o'tadi, turbada urug'lanish jarayoni bo'ladi. Ya'ni turbada sperma bilan qo'shilib urug'lanish jarayoni bo'ladi. Bunga yordam beradigan bachadon naylarini ichida epiteliyalar, ya'ni kipriksimon hujayralar bo'ladi. Bu tomondan tuxumdonni olib keladi, bu tomondan esa spermani olib kelib uchrashtiradi. Endi gidrosalpinksda o'zini darajalari bor, ya'ni turbani kattaligiga, kengligiga qarab. Agar endi boshlangan gidrosalpinks bo'lsa, bu faqat operatsiya vaqtida ko'rib, bu turbani holatiga baho berib, shunga qarab bu turbani ochsa foydasi bo'ladimi, yo'qmi? Agarda bachadon naylarini ichidagi shilliq qavati shikastlangan bo'lsa, u kipriksimon epiteliyalar umuman bo'lmasa yoki turba yiringlagan bo'lsa, unaqa holatlarda bu turbani olib tashlash kerak bo'ladi ikkinchi turbaga qarab, agar ikkinchi turba yaxshi bo'lsa. Agarda turbani holati yaxshi, kattalashmagan turba ochilsa, statistikasi bor, 60-70% ayollarda homilador bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni shu adashmasam bir 2 yil oldin o'qigandim, 446 ta ayoldi shu turbasida gidrosalpinks bo'lgan. Shu operatsiya qilingan, shundan turba ochilgan, ya'ni shu shishib ketmagan turba, normal holatda turba ochilgan, shundan 60-70% ayol homilador bo'lgan. Bu statistika bor. Masalan, shu operatsiya vaqtida to'g'ri Tabiiy yo'l bilan homilador bo'ladi. Tabiiy yo'l bilan homilador bo'ladi. Turba bo'lmasa, bu eko amaliyotiga ko'rsatma bo'ladi. Turbani holati yaxshi bo'lib, turba masalan shishib ketmagan, ichida yiringlamagan, ichidagi shilliq qavat shikastlanmagan bo'lsa, bu turba ochsak agar homilador bo'ladi bemorlar. Lekin shu homilador bo'lmasligini bilib, turba yopilib qolishini bilib, u turbani qoldirib ketish bu xato hisoblanadi. Chunki masalan ikkala turbasida ham bir xil vaziyat bo'ladi. Operatsiyaga kiramiz, ikkala turbasida ham ishlamaydigan holat, yiringlagan holatlar bo'ladi. Turba juda shishib ketgan bo'ladi. Unaqa holatlar ikkala turbani olib tashlab eko amaliyotini tavsiya qilamiz. Bu faqat shu operatsiya vaqtida hal bo'ladigan, turbani ochsak shu homilador bo'la oladimi, ertaga yopilib qolmaydimi degan savolni qo'yib operatsiya qilib, shuni agarda turba ishlaydigan holat bo'lsa, uni ochib operatsiya qilsak, albatta shu bemorga yordam bo'ladi. Unaqa bemorlar juda ko'p keladi, juda tushuntiramiz har kun. Foydasi albatta bo'ladi. Aynan shu kabi operatsiyalarni qancha o'tkazgansiz? Necha marotaba o'tkazgansiz? Juda ko'p, masalan 10 yil ichida masalan faqat shu turba bilan где-то bir 5000 ta operatsiya bo'lsa. 5000 ta. Qoyil. Va hammasi muvaffaqiyatli. Hammasi muvaffaqiyatli. Bir xillarda turbasi masalan ikkalasida ham muammosi bo'lsa, ikkalasini ham olib tashlab eko amaliyotiga tavsiya. Lekin ochgan turbalarimiz hozirgacha masalan ochiq homilador bo'lgan bemorlar bitta emas, 2-3 marta homilador bo'lgan bemorlar juda ko'p. Qanday yaxshi insonlarga baxt berishi.